ChatGPT menga 40 yoshli o'zbek ayolni ko'rsat. Agar u butun umr davomida tishlarini yuvib yurgan, ammo stomatolog ko'rigiga biror marta ham bormagan bo'lsa-chi? Agar bir nechta tishi tushgan bo'lsa va tishni qayta tiklamagan bo'lsa-chi? Ko'rib turganingizdek, birinchi rasm bilan hozirgi rasm o'rtasida yer bilan osmonchalik farq bor. Agar ayol kishi tishiga e'tibor bermayotgan bo'lsa, uni tashqi ko'rinishi tez orada qarib qoladi. Hech kim mana bu ayolni 40 yoshli demasa kerak. Kamida 50 yosh. ChatGPT endi bu ayol umr davomida stomatolog ko'rigidan o'z vaqtida borib, tishidagi boshlanayotgan muammolarni oldindan hal qilsa va tabassumini yana ham go'zal bo'lishi uchun vinirlar qo'ydirsa, qanday holatda bo'ladi? Mana bu boshqa gap. Ko'ryapsizmi? Hattoki ChatGPT ham tishlar insonlarni qanchalik yoshartirib yuborishlarini ko'rsatib, isbotlab beryapti. Sog'lom tishlar va go'zal tabassum orqali ushbu ayol 10 yoshga yoshardi. Azizlar, sog'lig'imiz barchamizni o'zimizni qo'limizda. Hech qachon tishlaringiz sog'lomligiga bee'tibor bo'lmang. Ushbu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.